Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bugun 3-may, hafta kuniga shanba. Biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkani boshladik. Hurmatli obunachilar, bugun 6 bosh xunojin keldi. 7 ishchi sog'liklari sinovdan o'tdi. Bular kecha kelgan. Videolarimiz boshida eslatib o'tamiz. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizda o'ng tomondagi obuna tugmachasini bossangiz, biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Demak, biz boshladik. 6 bosh xunojin keldi. Sog'liklari, yeb ichishlari sinovdan o'tdi. Bilasizlar, o'zimizning vodiyda mollari bular. Toshkent yoki Voha tomonning mollari emas. Shuning uchun sinovdan o'zimizni nima tashlasangiz, solosmi, somonmi, hammasini yeveradi. Bular atkaz qilmaydi. Xudo xolosa kamchiliklari yo'q. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari bor bizda, boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda. Bo'y bastilari 90 sm dan 90 plus ekan eng kichigi, kattasi 1.10 plus ekan. Rosa yetalab boqadigan variantlari keldi. O'tgan safarga qilingan videolarimizdagi mollarimiz ham Xudoga shukr qolmadi. Bir dona ham qolmadi. Bular yangi, kecha keldi hammasi. Mana ko'rib turibsizlar, Xudo xolosa yemga tashlayman deydiganlar bo'lsa, mana shu birinchidan tavsiya qilamiz. Suyaklari ham boshqacha, oyoq qo'li uzun. Bo'yi 1.10. Xudo xolosa narxlarini bomba qilib chiqarib beramiz, bularning narx-navolarini. Oldi tomondan ko'rinish. Xolosa zo'r, kamchilik, ayblaydigan narsasi yo'q. Qiziqqanlar ekrandagi nomerga aloqa chiqishlari mumkin. Telegram, WhatsApplar ishlab turibdi. Alohida videoda so'rang, alohida videolarda qilib beramiz. Novvashcha bu safar novvashcha olib bo'lmadi. O'tgan safar ikkita novvashcha olib kelgandik. Xudoga shukr, ularni ham o'zimiz obunachilarimiz olib ketishdi, boqqan. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Bitta olsangiz ham, ikkita olsangiz ham, hammasini olsangiz ham. Xudo xolosa narx-navolardan uyalmaymiz. Libboy odamga ko'rsatib olishlari mumkin yoki uyga kelib, ko'rib, hayvon tushunadi odamlar kelib, narxlab olsalaring ham bo'ladi. Doim aytib o'taman, telefonda sal kattaroq ko'rinishi mumkin. Qo'y olsalaring ham, mol olsalaring ham sal kattaroq ko'rinadi. Shuning uchun bo'y bastilarni aytyapmiz. Borgandan keyin o'lchab olishlari mumkin. Narx-navolari bilan demak tanishtirib o'tamiz. Mana shu birinchidan boqaman deydigan odam bo'lsa, bozorda 10 million oladi, lekin biz 9,5 million so'm narx qo'yib beramiz. Yoshi 1 yashar, bo'ylari 1.10. Qiziqqanlar aloqa chiqaverasizlar. Oyoq qo'li kelishgan, suyagi buzuq narsa. Yonidagi qorasini 8,5 million so'mdan qilib beramiz. Mana bu shved uchalasini 8,5 million so'mdan qilib beramiz. Bularning bo'yi 1.95 plus. 1 metr chiqdi, shuning uchun 95 plus deyapmiz. Borgandan keyin o'zimiz ijolat bo'lib qolmaymiz. Xudo xolosa yaxshi. Ikkita kichikroq variantidan keldi. 95, 90 plus bular. 95 ga olsalangan bo'ladi, 90 plus. Kallavoshlari ham o'ta zo'r kelishgan xunojinlar, kamchiliklari yo'q. Hop, narx-navolari bu ikkalasi 7,5 million so'mdan qilib beramiz, bir joyga oladigan odam bo'lsa. Qiziqqanlar telefon qilishlaring mumkin. Telegram, WhatsApplar ishlab turibdi, ekranlaringdagi telefon nomeriga aloqa chiqishlaring mumkin. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, kanalimizni podpishka qilib turasizlar. Chorva qiziqadigan do'st birodarlarga podpishka qilishni unutmanglar. Haftada 2 marta, 3 marta video qilyapmiz.
Obunachilarimiz ham Allohga shukr kundan kunga o'sib boryapti. O'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Hop, narx-navolarni aytib o'tdik, yedi ishti sog'liklarini. Demak, bugungi video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Chorvalaringga, oilalaringga Allohdan fayz baraka tilab qolamiz. Yaxshi kunlarda uchrashlik sizu bizlarga doim nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videolarimiz so'ngida yana bir bor eslatib o'tamiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, kanalimizni poddesh qilib turasizlar. Chorva qiziqadigan do'st birodarlarga podelish qilishni unutmanglar.